Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Bugun sizlarga Daniel Defoening Robinzon Kruzo kitobini buktreyler qilib eshittiramiz. Jahon adabiyotining eng mashhur sarguzasht asarlaridan biri. Bir kun dengizda kuchli bo'ron boshlanadi. Kema halokatga uchraydi. Barcha halok bo'ladi. Faqat bir inson, Robinzon, tirik qoladi. U odam yashamaydigan orolga chiqib qoladi. Atrofda dengiz, qo'rqinch va yolg'izlik. Avvaliga u qo'rqadi, umidsizlikka tushadi, ammo keyin hayot uchun kurashishni boshlaydi. Daraxtlardan uy quradi, olov yoqadi, ekin ekib rizq topadi, hayvonlarni qo'lga o'rgatadi, qutulish yo'lini izlaydi. Yillar davomida Robinzon sabr qilishni, mehnat qilishni, tabiat bilan yashashni o'rganadi. Bir kun esa u orolda yolg'iz emasligini anglaydi. Qumdagi noma'lum oyoq izlari Xavf va Juma ismli do'st u bilan birlashadi. Robinzon Kruzo nafaqat sarguzasht, balki inson irodasi, umid va hayot uchun kurash haqidagi ta'sirli asar. Asar butun dunyo kitobxonlari qalbida joy olgan. U ko'plab tillarga tarjima qilingan va bir necha filmlarga asos bo'lgan. Agar siz sarguzashtni, sirli voqealarini va kuchli qahramonlarni yaxshi ko'rsangiz, Robinzon Kruzo aynan siz uchun.